Assalomu alaykum aka ukalar, og'ayni jamoa. Ayna like'ni bosing, подписаться bo'lmagan bo'lsangiz подписаться bo'lib qo'ying. Qiyitma. Like'ni ko'tiga tebing, ayna Yavonga borib jag'ilsin. Bu harramxo'r suratini qo'yib o'tamiz. Bu harramxo'r Yavon. Assalomu alaykum aka ukalar, og'ayni jamoa. Aynalar like'ni bosib, gumburlatib, gruppa foydalashsin. Chin like bosish qo'lingizda kelsa, ko'tiga tebing, ko'tiga uchib ketadi. Va aynamiz Zafar TV deydi. Zafar TV ayna assalomu alaykum. Mana shu aynamizni mana shu yerga kelib ekan bolalar bilan kelgan ekan, o'tirdik, ko'rdik. Birinchi marta ko'ryapman, lekin yaxshi insonga o'xshaydi. Aytaqo, bir gap bor-da. Totovani do'stonra gummakun, do'stoni mehribonra gummakun deymi? Tajdiri shunaqaligi bor-da, endi qanchasini bilmayman. Shunday. Hamgani yoshligimda yodlaganman buni. Hozir endi yodlayolmaymiz, qilib ketib qolgan. Mashinliklar ko'p chiqarmi? Endi mashinligimiz ayna bu yer hijama, bilasiz. Shunday lekin. Gapirib bering boshqani. Kelib birasizlar shu hijamaga, Ajaynoning hijamasini. Aksiya bo'lgan, az dalni birimi. 500 odamning ichidan bir kishi ajmoraga bepul ketadi deyapti. Yana uning ichiga ulardan ikkita g'iz qiladi, orqangizda shunday masaj qiladi. Chot qilib, nima deydi, qilib qo'yadi. Kelib esingizdan chiqarib ketasiz. Chechem masaj emas, bu apparatura deydi. Shu yerga adreslarni qo'yadi, lekin shunday nima deydi, kelib biras telefon qiladi, ya tushunmasalaringiz. Dakmit yo'q odamlar bo'lsa ham telefon qilib beringizlar. 20 kishi, 10 kishi bo'lsangiz ham, uzoqda bo'lsangiz ham 100-200 kilometr bo'lsa ham, hadi beringizlar. Boradi, o'zi qilib keladi. O'zi borib, ya hijama qilib keladi. Hijamani yaxshi hijama qilib keladi. Endi qilib keladi degan yaxshi. Ondan bo'ladi. Ya bosh qaynardan ya o'rta qaynardan deyapti. Bir aynamizga bilet olib bergan, o'zi bilet furishmagan через internet. Pulni taylagan, bilet yozgan, aeroportga keladi, bilet yo'q. Farshu bilet yozib bergan. Mana shu harramxo'rning kim tanisa aytsin, pulni qaytarsin. Buning ham ota-onasi yaxshi niyat ila farzand o'stirgan. Hech kim mening farzandim harramxo'r bo'lsin demaydi. Shaytonning urg'achisi bo'lsin demaydi. Gey bo'lsin demaydi. Pidaraz bo'lsin demaydi. Urrat bo'lsin ham demaydi. Hech aytadi salih farzand bo'lsin deydi. Mana shu pidarazga aytingizlar, pulni qaytarib bersin. Bilmayman, buning ota-onasi qanday, ota-ona. O balam birovning haqqini jema deb aytish kerak. Ha, men bilet yozaman deydi, farshu biletni yozib beryapti. Bu ayni ham 60 ga kirgan odamni kidatgan. Bu aynamiz kolxozoboddan bo'ladi. Bir ay bo'ldi chiqargan jo'g'an va bugun achretga kelib chiqaryapmiz. Ag'ayin, nasib bo'lsa adresing chiqadi, ya o'rta qaynardan ya bosh qaynardan. Mumkin. Mana shu o'rta qaynardan deyapti, o'rta qaynardan ya bosh qaynardan deydi. Bilmaydi bu aynan o'zi ham. Lekin Yavondan deydi. Surati yoshqana patsan ekan. Shu Yavondan turib minib kelaman Ko'ktoshqa. Kerxirman uri bo'lib turib, valli uraman, ko'zingdan o't chiqib turib, yana ko'kis berib Yavonga qarab, ta Yavonga doğru yana valli urib boraman. Aytib qo'yay. Keyin peshonanga двойной gey deb yozib qo'yaman. Birovni ahmoq qilmagan. Birovning haqqiga xiyonat qilmagan. 1000 rubl agar jesa birov chiqaraman. Jonlaringiz omon bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar. Aynalar laqaylar birligi 8 YouTube'da emas bu, Telegram gruppa. Kirsangizlar ish navol ayna. O'zingizni asrang ayna. Keyin hijama bor. Uylaringizga borib ham hijama qiladi. Az qo'yib o'tamiz hijamalarni. Shu telefon qilsangiz ayna 4-5 kishimiz desangizlar Moskva oblastlariga boradi. O'zlaringiz asrangizlar.